Men Toshkent irrigatsiya qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalashtirish muhandislar instituti Milliy tadqiqot universiteti gidrometeorologik tizimlardan foydalanish kafedrasi dotsenti, qishloq xo'jalik fanlari doktori Durdiyev Normat Hasanovich. Bizning loyihamiz sidrat ekinlarga bag'ishlangan loyiha. Bu loyihani g'oyasi qayerdan kelgan? Bu g'oya asosan o'sha butun dunyodagi global iqlim o'zgarishi natijasida dunyoda va O'zbekistondagi iqlim o'zgarishiga moslashish, ya'ni uni salbiy oqibatlarini yumshatishga qaratilgan loyiha bo'lib, mana barchamizga ma'lum, dunyoda 1 minutda 25 gektar cho'llanishga aylanib ketyapti. O'zbekistonda yiliga o'rtacha 51-53 milliard metr kub suv ishlatamiz. Shuning 90% dan ortig'i qishloq xo'jaligiga sarflanadi. Endi iqlim o'zgarishi natijasida asosan suv tanqisligi kelib chiqyapti va bu suv tanqisligi nima bilan bog'liq? Tuproq unumdorligi, ya'ni tuproqdagi o'sha suvni ushlab turish qobiliyatining pasayishi. Ya'ni bu tuproq unumdorligi pasayishi natijasida tuproqda suvni ushlab turish qobiliyati pasayib va nam ushlab turish qobiliyati pasayishi natijasida bu sidrat ekinlar o'zi nima? Sidrat ekinlar quyosh yorug'lik energiyasini o'simlik yashil biomassasiga aylantirish demakdir. Ya'ni har qanday qaysi ekinlar asosan sidrat ekin bo'lishi mumkin? Har qanday ekin sidrat ekin bo'lishi mumkin. Masalan, har qanday ekinni yashil holida uni maydalab tuproqqa kiritib yuborilsa, bu demak sidrat hisoblanishi mumkin. Lekin asosan qaysi ekinlar yaxshi samara beradi tuproq unumdorligini oshirishda? Bu bo'yicha biz Innovatsion rivojlanish agentligi tomonidan 2021-2023-yillarda yosh olimlar loyihasi doirasida moliyalashtirilgan loyiha doirasida biz tadqiqotlar olib bordik va bunda 1 komponentli, 2 komponentli va 3 komponentli ekinlarni o'rganib, o'sha ekinlardan qaysi biri eng ko'p tuproqqa biomassa beradi va qaysi biri eng yaxshi o'sha tuproq unumdorligini oshirishga va tuproq fizik xossalarini yaxshilashga hissa qo'shadi degan nimani aniqlash uchun biz 3 ta 1, 2, 3 komponentli, ya'ni 1 komponentli nima? Ya'ni biz 1 komponentlida bunda dukkakli ekin loviya, 2 komponentlida loviya va perko, 3 komponentlida loviya, perko va shirin jo'xori o'simliklarini qo'shib aralashtirib ekib, buning natijasida biz o'sha eng yaxshi samara bergan nimani variantlaridagi natijalarni biz ishlab chiqarishga, ya'ni Yevropa Ittifoqi tomonidan moliyalashtirilgan UNDP, ya'ni UAGREEN loyihasi doirasida biz ishlab chiqarishga, ya'ni Bo'ka tumaniga Shukurullo Yasmin agro fermer xo'jaligiga joriy qildik va bunda biz ertaga fermerlarga sidrat ekin ekkin desa, fermerlar so'raydi, undan men nima daromad ko'raman? Ularga asosiy nima? Daromad hisoblanadi. Shuning uchun biz o'sha UNDP loyihasi doirasida 2 xil nima taklif etdik. Bu loyiha doirasida o'sha sidrat ekinlarni yetishtirishning innovatsion yangi texnologiyalarini, ya'ni o'sha ekishdan boshlab uni yetishtirishgacha bo'lgan jarayonda, ya'ni ekishda shudyor qilmasdan diskalab ekish va kam xarajat sarflab o'sha 15 litr atrofida yoqilg'i sarflab shudgorlash. An'anaviy ekishda esa shudgorlab ekadigan bo'lsa, demak 40 litr yoqilg'i sarflaydi. Birinchi innovatsiyasi o'sha diskalab ekish, ya'ni kam resurs ishlatib ko'proq daromad olish. Ya'ni kam xarajat va ko'p daromad degan tamoyilga asoslangan holda. Keyin ikkinchi innovatsion nimasi, bu Bo'ka tumani tanlashimizdan asosiy maqsad bu yerda eroziyaga uchragan maydonlar, Bo'ka tumani asosiy maydonlari, ya'ni bu yerda sug'orish, an'anaviy sug'orish, egatlab sug'orish juda qiyin va mashaqqatli va ko'p suv sarf bo'ladi. Yana bitta salbiy tomoni bor, egatlab sug'orishda eroziyaga uchragan maydonlarda tuproq gektariga 100-150 tonna tuproq yuvilib ketadi va bu yuvilib ketgan tuproqlardan 1 tonnagacha gumus, 150, 200, 300 kilogrammgacha azot, fosfor, kaliy oziqa moddalari yuvilib ketadi. Bizga ma'lum 1 santimetr tuproqni yuvilib ketsa, uni tiklash uchun 100 yillab vaqt kerak. Demak, biz 100 yilda hosil qilgan unumdor tuproqni 1 yilda yo'q qilish hech gap emas.
mana shu nimani oldini olish maqsadida biz bu yerda yomg'irlatib sug'orish joriy qildik va sidrat ekinlarini yomg'irlatib sug'orish natijasida o'sha eroziya oldi 100% olindi. Uchinchi innovatsion nimasi, yangiligi bu loyihaning tuproq unumdorligini oshirishdan tashqari biz o'sha sidrat ekinlarini tuproqqa haydab yuborgandan keyin o'sha haydab yuborilgan biomassa tuproqda mikroorganizmlar uchun ozuqa bo'ldi. Keyingi ekin uchun bu o'g'it vazifasini, ya'ni ozuqa vazifasini bajaradi. Bundan tashqari keyingi ekinda an'anaviy sidrat ekilmagan maydonga nisbatan bir marta suv kam ichadi. Masalan, paxta ekadigan bo'lsak, egatlab sug'orishda 1000 kub suv tejaladi. Bu uchinchi innovatsion yangilik hisoblanadi. Endi sidrat ekinlarni fermer xo'jaliklari uchun nima foydasi bor? Sidrat ekinlarni fermer xo'jaliklari uchun o'sha tuproq unumdorligini oshirishdan tashqari sidratdan keyingi ekinlar uchun mineral o'g'itlarni 25-30% gacha tejaydi. Suv resurslarini kamida paxta ekadigan bo'lsa bir marta, ya'ni 1000 kuba suv tejaydi. Undan tashqari mikroorganizmlarga bu ozuqa bo'lgandan keyin bu o'sha biomassa, sidrat ekinlarining biomassasi tuproqqa tushib chirish natijasida mikroorganizmlarga ozuqa bo'ladi va u mikroorganizmlar uni yeb hazm qilib ikkinchi o'simlik o'zlashtiradigan shaklga, ya'ni o'simlik tuproqda bizga olimlarga ma'lumki o'simlik o'zlashtiradigan shakl va o'simlik o'zlashtirmaydigan shakl bor. Bu o'simlik o'zlashtiradigan shakl degani bu dehqoncha tushuntirganda xom ovqat, o'simlik o'zlashtiradigan shakl esa bu pishgan ovqat. Ya'ni mikroorganizmlar o'sha tuproqdagi o'simlik o'zlashtira olmaydigan ozuqa shakllarni o'simlik o'zlashtiradigan shaklga aylantirib beradi va bu tuproq o'simliklar bundan samarali foydalanib yuqori hosil beradi. Fermerlar uchun asosiy foydasi o'sha tuproq unumdorligini oshiradi, keyingi yillar uchun mineral o'g'itlarni tejashga, suv resurslarini tejashga yordam beradi. Sidrat ekinlarini ekish necha pulga tushadi, qancha xarajat talab qiladi degan savol bo'lishi mumkin fermerlarda. Sidrat ekinlarini yetishtirish biz tavsiya etayotgan texnologiya bo'yicha qiladigan bo'lsa, gektariga 1,5-2 million so'm atrofida xarajat sarflanadi. Bu o'sha diskalashga, sudyor qilmasdan ekadigan bo'lsa diskalash, yoqilg'i xarajatlari, yerni tayyorlash, ekish va urug' sotib olish. Masalan, biz taklif etyapmiz 3 komponentli, ya'ni Perko, Loviya, Shirinjo'xori 3 ta ekinni ekishi, sidrat ekin sifatida ekishni tavsiya etyapmiz. Aynan nima sababdan mana shu 3 ta ekin? Sababi bu yerda 3 xil ekin 3 xil vazifani bajaradi. Ya'ni dukkakli ekin tanlab olganmiz Loviya. Bu hammamizga ma'lum, tuproqda azot to'playdi, ya'ni havodagi azotni to'plab o'sha o'simlikka ozuqa sifatida yetkazib beradi. Ikkinchisi Perko degan o'simlik tanlayapmiz. Bu Perko juda ko'p ozuqa o'zida nima qiladi? Chorva uchun juda yeyimli nima. Agar fermerlar sidrat ekin ekib turib, uni to'lig'icha haydab yubormayman desa, uni sidrat ekinlarni bir 30-40 sm qoldirib turib, ustki qismini, ko'k massa qismini chorva uchun ozuqa sifatida o'rib olib, chorvaga beradigan bo'lsa, juda to'yimli ozuqa chorva uchun va bu chorvani sutini ko'paytiradi. Uchinchi ekinimiz Shirinjo'xori. Bu ham tarkibida qand moddasi bilan shirin, chorva uchun juda to'yimli ozuqa hisoblanadi. Bundan tashqari mana shu 3 ta ekinni qo'shib ekishni bitta ilmiy nimasi bor, siri. Bu 3 ta ekin barchamizga ma'lum biologiyadan ekinlar qancha turlari ko'p bo'lsa, ular yorug'likka intilib, bir-biri bilan poyga qiladi. Ya'ni 3 ta ekin bir-biri bilan yorug'likka kurashib, o'sib, shunda amaliyotda o'sha fermer xo'jaligida ko'rdikki biz, hattoki Loviya o'simligi o'sha Perko va Shirinjo'xori o'simliklarini o'rab olib, uni ustiga chiqib olgan. Ya'ni bir-biri bilan kurashib, nima to'playapti ular? Biomassa ko'p to'playapti. Buning natijasida bizga nima kerak? Fermerga nima kerak? Biomassa kerak. Mana shu Bo'ka tumanida o'tkazgan tadqiqotlarimizda eng yuqori bo'lgan nimalarimizda 60-70 tonna biomassa yetishtirilgan va bundan o'sha tuproqqa haydab borish natijasida juda ko'p tuproq uchun ozuqa moddalari, ya'ni mineral o'g'itlar, o'sha mikroorganizmlar uchun ozuqa bo'lib hisoblanadi. Sidrat ekinlar 2 xil muddatda ekiladi. Kuzda va yozgi muddatda. Yozgi muddatda o'sha kuzgi bug'doyni
nima qilib yig'ishtirib olgandan keyin uni ortidan takror ekin sifatida ekish mumkin va 3 oy davomida o'ssa bu yetarlicha biomassa to'plab oladi va uni keyin o'rib tashlab shudgor qilib yuborilsa, demak bu chirib erta bahorgi keyingi ekin uchun chirib nima qilib turadi. Endi kuzgi muddatda asosan o'sha kuzgi sovuqlarga chidamli ekin turlari, masalan, perko, javdar, ko'k no'xat, bu bo'yicha biz o'sha Qashqadaryoda Kasbi tumanida tadqiqotlar olib borganimizda mana shu ekinlarni ekkanimizda eng yaxshi samara bergan mana shu ekin turlari kuzgi sidrat ekinlar sifatida qo'llansa bo'ladi. Endi sidrat ekin sifatida ko'p ekinlarni tanlash foydalanish mumkin, lekin asosiy maqsadga qarab turib ekin turlarini tanlash kerak. Masalan, maqsad biomassa olishmi, tuproq unumdorligini oshirishmi? Demak, eng ko'p biomassa to'playdigan ekin turlarini tanlashimiz lozim. Agar boshqa maqsadda bo'ladigan bo'lsa, o'sha maqsadga qarab turib ekin turlarini tanlash mumkin.